Salom dahshat armiyasi. Islomning keyingi raqibi kim bo'ladi? Shimo degan jurnalist UFC jangchilaridan shaxsan o'zi qisqacha intervyu oldi. U Arman Tsarukyandan, Oliveiradan, Justin Gage'dan, Michael Chandlerdan, Renata Maikanadan, Grant Dawson, Gamrot va boshqalardan kichik intervyu oldi. Biz buni professional tarjima qildik. Albatta bitta dahshat like bosing, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar. Bugun yana ko'p video chiqarishga harakat qilamiz. UberX hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top matchlar, top vikeplar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan ссылка orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib, bizni promokod dahshat.me deb yozsangiz, sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin 10 million so'm beriladi. Demak, sen hozirgi paytda vazn toifasidan qat'iy nazar eng kuchli jangchi deb Islomni hisoblaysan. Buni o'z tajribangda his qilding. Fikringcha, u endi kim bilan jang qilish kerak? Ili Topuria, Justin Gage, Arman Tsarukyan bilanmi? U kamarni kimga qarshi himoya qilish kerak? Menimcha, u Topuria bilan jang qilish kerak. Bu men ko'rishni istaydigan jang. U Topuriani shunchaki ko'p gapiradi degandi. Ammo shuni esda tutish kerakki, Topuria Josh Emmetni nokautga uchratishdan oldin ham yengil vaznda jang qilgan. U baland bo'yli yengil vazn. Agar Ruslan Maxachevning kurashi va bosimiga bardosh bera olsa, Islomda muammolar paydo bo'lishi mumkin. Topuria hozir eng kuchlilardan biri. Ha, u hali yosh va Volkanovski cho'qqisida bo'lmaganda g'alaba qozondi. Lekin shu bilan birga u Max Hollowayni nokautga uchratdi. U haqiqatan ham zo'r, ammo biz undan ko'proq narsa ko'rishimiz kerak. Va menimcha, agar chempionzni ko'rsatmoqchi bo'lsa, ular Topuriaga kamar uchun jang imkoniyatini berishlari kerak. Yengil vazn hozir tartibsizlikda. Shuning uchun bizda top 5 janglari haqida yangiliklar yo'q deb o'ylayman. Bu Islom Topuria bilan jang qilishni xohlamagani tufayli bo'lsa kerak. U va Topuria o'rtasidagi jangni jon deb tomosha qilgan bo'lardim. Ili yengil vazn ko'tarilsa, ularni qanday jangga qo'yishlarini bilmayman. Lekin Ilyani Islom bilan jangini ko'rishni juda ham istardim. Bu muxlislarga juda ham yoqadigan jang bo'ladi. Vazn toifasidan qat'iy nazar, top 5 bo'lmasa ham top 3 deb hisoblaydigan ikki jangchim. Bu jang albatta bo'lishi kerak. Shaxsan men Arman Tsarukyan bilan jang qilish kerak deb o'ylayman. Arman juda katta yutuqlarga erishdi. Unda g'alabalar seriyasi bor. U reytingda birinchi o'rinda turadi. Hammamizda jarohatlar bo'lgan, hammamiz janglardan voz kechganmiz, imkoniyatlarni boy berganmiz. Arman Islom bilan jangga loyiq va adolatli bo'lardi. Sen nima deb o'ylaysan? Bu to'g'ri, bu haqiqat. Men uchun agar yengil divizionni top 5 ligiga qarasak, ularning barchasi aslida chempionlik imkoniyatiga loyiq. Ko'ramiz nima bo'lar ekan. Agar senga Islomni bermasalar, bu Dan Hooker yoki Gage yoki kim bo'ladi? Kim bilan jang qilishni xohlaysan? Pretendentlar bilan jang qilmoqchiman. Top 5 talikdan. Kim bilan? Gage yoki Oliveira bilan. Gage chempionlik janglarini xohlaydi. Men bilan jang qilish mantiqan to'g'ri, chunki hech kim unga shunchaki chempionlik jangini bermaydi. Bu adolatsizlik bo'ladi. U kamarni qo'lga kiritish uchun meni yoki Oliveirani mag'lub qilish kerak. Shunday ekan men yoki o'ylaymanki ular menga Oliveirani yoki Gageni yoki kamarga jangni beradilar. Hozircha bilmayman. Bu ishda jangchidan biri kamarga jang qilish kerak. Bu men, Oliveira yoki Topuria. Umid qilamanki men tanlashadi, ismimni aytishadi. Bundan tashqari boshqa hech narsa o'ylamayapman. Agar bundan keyin chempionlik jangini berishsa, ulardan biri bilan jang qilasanmi? Albatta, ko'ramiz. Hozir nimaga tayyorlanayotganimni bilmayman. Bu faoliyatim boshlanishi emas, bu juda ham katta biznes. O'ylaymanki, men o'z imkoniyatimga loyiqman. Men bu narsani olishni juda ham xohlayman. Lekin buning uchun nima qilish kerakligini ko'ramiz. Albatta Islom, albatta u Gage bilan jang qilishni xohlaydi, lekin uslub tomonidan bu uchun juda ham qulay jang. Shuning uchun buni xohlaydi. Ammo meni fikrimcha Gage bu narsaga loyiq emas. Buni aytish uchun men kimman deb so'rashingiz mumkin. To'g'ri, men muxlisman. Men bu sportning eng yaxshi 10 taliga kirib qolgan muxlisman. Oxirgi jangda mag'lub bo'ldim, lekin baribir ham. Meni fikrimcha shunday. Va o'ylashimcha Gage hatto bu divizionda bo'lmagan Max Hollowayga yutqizgandan keyin va hozirda 3 ta mag'lubiyat seriyasidan kelayotgan Rafael Fiziyevdan g'alaba qozongandan keyin bu jangni ola olmaydi. Fiziyev jangni 10 kun qolganda qabul qildi va Fiziyevni Gage mag'lub etdi. Ha, Rafael haqiqatan ham kuchli. U oldin meni mag'lub qilgan, ammo bu baribir ham chempionlik uchun jang qilish sabab emas. Menimcha siz tushundingiz nima haqida gapirayotganim. Men buni orzu qilaman. Men shu uchun mehnat qilmoqdaman. Men buni doim qo'limda tasavvur qilaman va raqib kim bo'lishi muhim emas. Men chiqib kamarni qaytarib olaman. Kamarni vatanimga qaytarishim kerak, chunki chempionning ismi bor. Unda imkoni bo'lgan eng yirik jang bo'lishi kerak. U endi chempion emas, u kamarni tashlab ketdi. Ammo baribir ham chempionga qarshi.
Menimcha Islom bilan jang UFC uchun biznes nuqtai nazaridan eng foydali bo'lardi. Ila bunga loyiqmi, yo'qmi aytish qiyin. U boshqa vazndan ko'tarilmoqda. Uni aytishicha, u mashg'ulotlar oralig'ida taxminan 86 kilogramm bo'lar ekan. Bilmadim, bu rostmi yoki yo'qmi. O'ylashimcha, u bizdek yengil vaznlardek katta emas. Lekin bu bola juda ham iqtidorli. Eng muhimi, u o'ziga ishonadi. Shuning uchun bilmayman, har qanday tomonga g'alabani berishi mumkin. Unga Gamrot bilan jangni yoki yaxshi udarnik bo'lmasa-da, ammo kuchli kurashchi bo'lgan Arman bilan jangni o'tkazish mumkin. Yoki uni zo'r udarnik bo'lgan Gage yoki Oliveira bilan to'qnashtirish kerak. Yoki albatta to'g'ridan-to'g'ri Islomga qarshi qo'yish. Kim biladi? Tayyormisan? Tayyorman. 1, 2, 3. Intervyu yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'ling. Bugun yana videolar chiqadi. Aktivlik uchun bitta dahshat like bosing. Prosmotr uchun rahmat, dahshat darmas.